yon tarafdagi qo'shilgan balonim aylanib ketmasin deydigan bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring, sizga zo'r ma'lumotlar aytib beraman. Qo'yib bergan balonimizni bitta farqlarini ko'rsatsam, o'zingiz bilan bir solishtirib ko'rasiz. Birinchi o'rinda lentasi enliroq va qalinroq va o'rtasidagi rezinkasi. Va mana bunga qaranglar, nechi baho. Ya'ni balonni bir-biriga tegizmagan holatda, shpilkalarni bunday qo'ygan holatimizda turishga nechi baho. To'rt tomoni, bu tomondan ham ushlaydi. Tepadan ham ushlaydi mana. 4 ta shpilkalari bilan shunaqangi baquvvat qilib berdik. Deb rostini ayting, sizga bunaqa emas ekanman, bolasi qo'ydirgan bo'lsangiz, to'g'rimi? Mana. Nechi baho. Mana rezinkalar ham alohida. Shpilkalar, lentalar, hammasi umuman siz sifat desangiz, mana shuni ko'rsatsangiz bo'ladi. Bu havo T7'miz ham aynan sifatda yaxshi ko'rgan akamizga ham chiroyli holatda o'zini 8 ta 150 ligini pastga tushirib, o'rniga 8 ta 200 talikni zavodskoyga qo'yib berdik. Turish holatiga bitta baho berasiz. Shunday olib, shunday qo'yganimiz yo'q. O'zini zavodskoy lentalarini 200 talikka moslab, o'zini zavodskoy kranliklarini olib, zavodskoyga qo'yib, hammasini ideal holatga keltirdik. Endi xudo xolasa o'zini apishkalarini yopib, joyiga zavodskoyga qo'yib beramiz. Aka, sizga ham xuddi shunaqa sifatli xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlar bor, bemalol aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Sifatli va arzon narxlarda ishingizni bitirib beramiz.